O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi arafasida mamlakatimiz sanoatida yana bir muhim qadam. O'zbekiston Texnologik metallar kombinati o'zining navbatdagi sanoat majmuasini barpo etmoqda. Biz Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidamiz. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda 2 gektardan ortiq yer maydonida qurilish ishlari olib borilyapti. Smart Powder sanoat majmuasi barpo etilmoqda. Bu ulkan majmua qurib bitkazilgandan so'ng metall kukunidan tayyorlangan sifatli mahsulotlar nafaqat mahalliy, balki xorijiy bozorlargacha kirib borishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Texnologik metallar kombinati tomonidan Smart Powder kukun metallurgiyasi asosida detallar ishlab chiqarish loyihasining zavod qurilish ishlari joriy yilning may oyidan boshlangan. Kukun metallurgiyasi asosida ishlab chiqarilgan detallar asosan avtomobilsozlik, mashinasozlik sohalarida keng qo'llaniladi. Hozirgi kunga kelib O'zbekistonga kukun metallurgiya asosida ishlab chiqarilgan detallar Xitoy, Koreya, Yaponiya davlatlaridan import qilinmoqda. Bu loyiha ishga tushgach, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqariladi va eksportga yo'naltiriladi. Yuqori texnologik jarayonlar asosida yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular bu shesternalar, vtulkalar, avtomobil sozligida motor qismida ishlatiladigan detallar, aviakosmik kemalarda ishlatiladigan va robot ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqariladi. Qiymati 25,2 million AQSh dollariga teng ushbu loyiha yiliga 50 million dona yuqori aniqlikdagi avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari 50 turdan ortiq avtomobil detallari yaratiladi. Ushbu loyiha O'zbekiston Respublikasi uchun strategik ahamiyatga ega. Bunda eng zamonaviy texnologiya joriy qilinmoqda. Bu kukun metallurgiyasi. Bunda yuqori aniqlikdagi detallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Boshlanishida avtomobil ehtiyot qismlari ichki yonov dvigatellari uchun, shu jumladan CSS Prime va Bidok dvigatellari uchun ishlab chiqariladi va eksportga ham yo'naltiriladi. Bunda 50 ta demak ish o'rinlari yaratiladi. 11 million dollarlik eksport amalga oshiriladi va 2 million dollarlik detallar mahalliylashtiriladi. Tasavvur qiling, oddiygina mana bunday metall kukunidan bu kabi sifatli va yuqori aniqlikda ishlaydigan avtomobil ehtiyot qismlari tayyorlanadi. Bu hech qanday kelajakda sodir bo'ladigan voqelik emas, aksincha aynan bugun O'zbekiston sanoatida ro'y berayotgan ayni haqiqatdir va bu g'oya Smart Powder kompaniyasi tomonidan amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda yurtboshimiz tomonidan tadbirkorlikka ko'p e'tibor qaratilmoqda. Shuning natijasi o'laroq mana shu Ohangaron tumanida ko'plab zavodlar qurilmoqda. O'shalarning bittasi mana bizning zavodimiz ham hisoblanadi. Albatta bu Ohangaronni qolaversa yurtimizda har bir insonni kayfiyatiga ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylaymiz. Chunki har bir oilada bu ishchi kuchdan foydalanishimiz albatta ularga ham qo'shimcha daromad, ham davlatimizga, ham har bir o'sha ishchi xodimlarimizning oilasiga foydali bo'ladigan umiddamiz. Ayniqsa Ohangaron tumani hududida joylashgan odamlarni ish bilan ta'minlash, ularni bandligiga ko'maklashishga albatta yordam qiladi va o'zimizni yurtimizni yalpi ishlab chiqarish mahsulotini ko'tarishga, eksport salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi degan umiddamiz. Xo'sh, obyektda qurilish ishlari qay darajaga yetgan? Maydonda nimalarga alohida e'tibor qaratilyapti? Biz jarayonni bevosita kuzatdik. Mana shu kukun metallurgiyasi asosida detallar ishlab chiqarish zavodimizda 100 ga yaqin ishchi, muhandis xodimlar biriktirilgan. Bularning tarkibiga betonchi, montaj ustalar, metal konstruksiya yig'uvchilar va tayyorlovchilar va muhandis texnik xodimlar tarkibiga kiradi. Aynan qurilish qaysi bosqichda hozir? Hozirgi kunda beton ishlari to'liq yakunlangan hamda hozirgi kunda o'sha zavodimizning ofis binosini birinchi qavatini ishlarini, ora yopma plitalarni
yopish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Zavodimizda o'zida bo'lsa metall konstruksiya detallarini yig'ish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu mana shu Smart Powder sanoat majmuasi deyilyapti. Katta obyekt barpo bo'ladi. Bu obyektning ichida nechta binolar barpo qilinishi reja qilingan umuman olganda? Bu zavodimizda asosiy qismi mana shu 2 gektardan oshiqroq maydonga joylashgan bo'lib, asosan zavod binosi hamda ofis binosidan tashkil topgan. Yonida qo'shimcha binolari ham mavjud o'sha zavodga xizmat qiladigan. Bu loyihamiz sentyabr oyiga yakunlanishi ko'zda tutilgan. To'liq bino tayyor holga keladi. Albatta. Ofis binosi hamda zavod binolari to'liq ishchi holatda foydalanishga to'liq sifatli holda topshiramiz. Loyihaning yana bir muhim jihati Janubiy Koreyaning mazkur sohadagi yetakchi kompaniyalardan biri Korea Powder Metallurgy bilan hamkorlik yo'lga qo'yilganidir. Bu orqali zamonaviy texnologiyalar olib kelinadi. Mahalliy muhandis va mutaxassislar xalqaro tajriba asosida o'qitiladi hamda malaka oshiradi. 한국분말야금 주식회사의 모든 임직원, 관리직 Kompaniyamizda mahsulot sifati va ishlab chiqarishni boshqarish tizimi xalqaro darajadagi eng yuqori talablar asosida yo'lga qo'yilgan. Biz aynan yuqori sifatli standartlar va boshqaruv tajribasini to'liq holda O'zbekiston texnologik metallar kombinatiga transfer qilishni maqsad qilganmiz. Bizning kompaniyani barcha xodimlari, rahbar va muhandis texnik mutaxassislardan tortib ishlab chiqarishdagi xodimlarigacha 12 oy davomida O'zbekistonda faoliyat yuritadi. Bu jarayonda boshqaruv sohasidagi mutaxassislar korxonani samarali boshqarish tizimi va ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha o'z tajribasini o'rtoqlashadi. Shu bilan birga texnologiyalarni to'liq o'zlashtirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni ham mahalliy mutaxassislarga yetkazadi. Ishlab chiqarishda faoliyat yurituvchi mutaxassislar esa uskunalardan foydalanish, ishlab chiqarishning barcha texnologik jarayonlari hamda amaliy ko'nikmalarni mahalliy xodimlarga bosqichma-bosqich o'rgatish orqali texnologiya transferini ta'minlaydi. Yangi texnologiyalar nafaqat mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatadi, balki ishlab chiqarish xarajatlarini ham kamaytirib, uning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini yanada kuchaytiradi. 한국 분말야금이 우즈베키스탄에 와서 이제 기술 이전을 하고 Biz uchun faqat sifatli mahsulot ishlab chiqarishning o'zi kifoya emas. Bu yerda insonlar mehnat qiladi. Shuning uchun zavodda xodimlarning qulay, xavfsiz va sog'lom mehnat qilishiga ham katta ahamiyat berdik. Loyihaning dastlabki bosqichida O'zbekistonda qurilish ishlari boshlanganida ochig'i menda biroz xavotir bor edi. Koreyada ishlab chiqarilgan loyiha va texnologiyalarni shu yerda to'liq amalga oshirish mumkinmi degan savol meni o'ylantirardi. Ammo bu yerga kelgach, mahalliy mutaxassislarning zamonaviy yondashuvi va ayrim texnologik yechimlari meni bir necha bor ijobiy ma'noda hayratga soldi va biz kutganimizdan ko'ra ko'proq natijalarga erishamiz deb o'ylayman. Barchamizga ma'lum, hozirgi qurilish sohasining eng asosiy talabi bu sifat. Mana shu obyektni ham qurilishda qanday materiallardan foydalanilyapti? To'g'ri aytyapsiz. Hozirgi kunda qurilish jarayonlari har bir bosqichida sifat birinchi o'rinni egallaydi. Har bir bosqichimizda o'zimizda texnik mutaxassislar bor, sifat nazorati, bizga bog'liq bo'lmagan texnik nazoratimiz bor, ya'niki buyurtmachi tashkilot tomonidan o'rnatilgan. Undan tashqari har bitta olinadigan mahsulotlarimizni o'zining muvofiqlik sertifikatlari, sinov laboratoriya xulosalari asosida materiallardan foydalanyapti. Hududiy nazorat inspeksiyasi, ya'ni GASN tomonidan har bir ish turlari bo'yicha ishlatilayotgan materiallarni hamda qilinadigan, yasalaydigan konstruksiyalarni sifatiga alohida urg'u beriladi, e'tibor beriladi. Bugungi iqtisodiyotda asosiy qiymat yer ostida emas, balki texnologiya yordamida yaratilgan tayyor mahsulotdadir. Smart Powder temir va boshqa metallarni zamonaviy avtomobilsozlik uchun yuqori aniqlikdagi detallarga aylantirib, ularning qiymatini bir necha barobarga oshiradi. Bu texnologiyaning ekologik jihati ham bor. Bunda oddiy texnologiyaga qaraganda farqli o'laroq metal eritilmaydi. Eritilmasdan faqat qizdiriladi va erish temperaturi 30% past bo'ladi. Bunda turli xil tutunlar, chiqindilar chiqmaydi va detaldan preslaganda chiqindi metal 3-4% dan oshmaydi. Ya'ni juda toza texnologiya va asosiy ahamiyat shundaki, kukun metallurgiyada detallar deyarli 95% dan ortig'i bir xil sifatda chiqaradi. Strukturasi ham bir xil bo'ladi. Bunda demak sifatini ham tekshirish avtomatik tarzda bo'ladi. Ya'ni optik ravishda juda tez tekshiriladi va tez ishlab chiqariladi. O'zbekiston texnologik metallar kombinatining Smart Powder loyihasi mamlakat sanoati tarixida yangi sahifa ochmoqda. Prezidentimiz tomonidan topshiriq berilgan ushbu loyihani tezda ishga tushirish, demak maqsadli ko'rsatkichlarga erishish
va boshqa sohadagi demak yo'nalishlarga ham yo'naltirish, shu jumladan maishiy elektr tovarlari, demak ular uchun ham kukumetallurgiya zarur va demak boshqa sohalarga, ya'ni elektromobillarga, boshqa turli xil murakkab detallarga texnologiya mohiyati shundaki, murakkab shakldagi detalni chiqindisiz chiqarishga ega bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz buning uchun barcha sharoit bizga yaratib berdilar. Buning uchun hamma imkoniyatlarimiz bor. O'z vaqtida ishga tushiramiz. 저희 한국분말야금 주식회사는 2023년부터 이제 Bizning Korea Powder Metallurgy kompaniyamiz 2023-yildan boshlab O'zbekiston bilan ilk bor hamkorlik loyihasini yo'lga qo'ydi. 3 yillik mehnatimiz natijalariga bugun nazar tashlar ekanmiz, qalbimni cheksiz faxr va hayajon hissi qamrab oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qat'iyati va tashabbuskorligi meni chuqur hayratga soldi. Shuningdek, prezident rahbarligi ostida O'zbekiston texnologik metallar kombinati rahbariyati hamda uning barcha mutaxassislari bir jamoa bo'lib, tizimli va uyushqoq tarzda ish olib borgani bugungi natijaning asosiy omili deb hisoblayman. Natijada ichki bozor uchun zamonaviy mahsulotlar ishlab chiqariladi, importga qaramlik kamayadi va Made in Uzbekistan yorlig'i ostida raqobatbardosh eksport mahsulotlari dunyo bozoriga yo'l oladi. Bu esa mamlakat sanoatining yangi bosqichga ko'tarilayotganidan dalolat beradi.